Hammaga assalomu alaykum azizlarim. Mana men hozir Yo'g'oncha jome masjidiga keldim. Shu yerdan o'tib ketib, shu yerdan o'tib turib, inshaalloh Alloh o'ziga namozga kirganimizda masjidning holini ko'rdimda. Shunchaki o'tib keta olmadim, namoz o'qib shunchaki chiqib keta olmadim. Masjidning qurilishi anchadan beri turibdi ekan, tuganlanmasdan imom bilan gaplashdim. Imom hozir ta'ziyali joyga ketishgan ekan, ancha qolib ketishdi. Uzr so'rashdi. Men hozir bu videoni qilyapman. Hamma menimcha biladi bu narsani. Masjidning qurilishiga yordam bersalaring, savob har imom olib turadi. Tosh masjidda kim kelib namoz o'qisa, shu masjid buncha jannatdan qasr va'da qilingan. Bilasizlar uni. Men o'ylayman befarq bo'lmaysizlar. Kim kirsa bu videoga hech bo'lmaganda tarqatib chiqib ketsin, iltimos podelitsa qilib boshqalarga shunchaki ketmanglar. Sizlar sababchi bo'linglar savobli ishlarga. Ichkarisi yaxshi hozircha. Lekin teplitsa zo'r. Isitish sistemalar yaxshi ishlamas ekan, sovuq ancha ichkari. Keyin tahorat joylari ham qilingan-u, lekin bunchalik yaxshi emas. Bular o'zlari ozgina boshlashgan ishlarni davom etishib, sekin niyatlari bor. Xudo xolasa tugatishdir, o'zagacha qanchadir ishlar qilishni. Lekin ilojsiz bo'lmayapti ekan, juda ko'pchilik. Oldidan juda ko'p boylar ham o'tadi, ko'pchilik o'tadi, lekin menimcha bitta masa kerak. Hozir bu yerda sistemalar ishlamagan, suvlar yo'q. Men endi montaj qilib chiroyli gapirishni qilmayapman. Endi xudo xolos balkim qilarmiz, lekin men o'ylayman chiroyli gapirish shart emas. Bu yerda hammasi aniq. Befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Hammalaringga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hech bo'lmaganda inson qiluvchilarga yetib borish uchun boshqalarga jo'natinglar shu videolarni, shu videoni iltimos. Karta raqamlarini, masjid imomini nomerlarini qo'yib qo'yaman pastga. Shu videoning tagida o'zi ko'rinib turadi. Inshaalloh nasib qilsa